Buni sizga olib kelishibdi. Qani u? Ketdik. Bu tomonga kirchi. Xo'p, Yo'qmi? yo'q. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Topdingmi? Turshayni tashlab qayerga qochib ketyapsan? Galalashib kelganda ham qochmaganman, bilasan-ku. Restoran deysan. Nima qilasan o'sha restoranni? Shovqin, odam ko'p. Mana mazza qilib o'tiribmiz. Suvdan olinglar. Rahmat. Shu safar bir kunga qolgan. Qo'y og'ayni. Nima qilaman? Men bir ro'ga kelganman. Keldim mana, ko'rdim. Sekin qaytaman. Aytganchani yordamchimdan xafa bo'lma. Hali yangi. Seni tanimagan, o'sha uchun ofisga kirgizmagan. Ay, yo'q, qo'yaver. Qishloq qalay? Qishloq zo'r, hayot qaynab yotibdi. Qishloqning haqiqiy mahsuloti. Qara, Subhon turshak-ku. kuniga 4 tadan yesang, zo'r bo'ladi. Xo'p. Uni qo'y. Ozib ketibsan. Yo'q. Bir burda bo'lib qolsan, jo'ra. Bolalardan eshitdim. Ertalablari turib yugurib qolar ekansan, ha? Bir burdaga bir turda. Ha? Qani ol jo'ra. Osh bo'lsa. Bismillah. Qani. Qalay. Qalay. Mazza. Qola ke. Poytaxt zo'r, yaxshi, lekin men bopmasda. Har safar ketib qovurasan. Seni ko'rsam hisobda. Sog'inganimdan kelaman. Seni ishing ko'p, tushunaman. Poytaxtda yashash oson emas. Qolaversa, uyda ishlarim bor. Mol holga qaramasam bo'lmaydi. Yemini, suvini vaqtida bermasam shuncha boqqanim bir tiyin bo'ladi. Hammani yordamchim. Bir kunga jo'nataman. Hamma ishlaring qilib qo'yadi. Endi nima deysan? Hamma ishlarim qilib qo'yadi. Qo'y, shu ishlarimni o'zim qila qolay, og'ayni. Poytaxtni ko'rsating, mehmonim bo'lgan. Do'stim, men uchun poytaxt sensan. Men qishloqning odamiman. Qishlog'imga qaytaman. Aytgancha qani qizini uzatyapti. Qani qildiraymi? Bo'yiga yetgan qizi bor. Shuni to'yi, ertaga ertalab osh. Shunga ulgurib bormasam bo'lmaydi. Endi seni ham aytardim-u, baribir bora olmaysan-da. Mayli, borma. Mana o'rningga men boraman, jo'ra. Do'stim, senga bitta moshina sovg'a qilay, hech bo'lmasa, kelib ketishingga qulay bo'ladi. Yo'q, og'ayni. Menga hech narsang kerak emas. Men bir gap eshitganman. Do'stini ko'rgani kelgan odamni gunohlari to'kilar ekan. Qanchasini to'kdim bilmadim. Agar mabodo to'kilgan bo'lsa, yordamching supurib olar. Bular kim o'zi? Bu Inomjon, qishloqdagi do'stim. Do'sting bormi deyishsa, qo'rqmasdan ha deya olaman. Beg'araz, xolis bola. Meni bir ko'rib ketish uchun xayolidan keladi. Qani edi meni ham shunaqa do'stim bo'lsa.